O'zgidromet 1-may kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 daraja, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 21-26 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda yomg'ir kuchli bo'lib, sel va suv toshqinlari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizni kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat.